Qaysi biznesni ko'ramiz? Tekstil sohasini ko'ramiz. Zo'r. Zaпрос Asosiy 70 tonna bo'yab o'tiruvdim. O'zi imkoniyatimiz 450 tonnada. Sotuvchingizni cho'nchagiga kim qo'lini tiqib bonuslarni olib qo'yadi? Bizda bilasiz, Xorazmda suv qattiq-ku. O'rtacha 60-70 ming dollar chiqib ketadi menga. Suvni o'zini filtrlab berishimga. Demak, sizni sotuvchilaringiz klient olib kelmayapti. O'zingiz borib sotib kelyapsiz. Shunaqa. Nimaga sotishmayapti? Sotishni bilishmaydimi, tajribasi yo'qmi, nima problema bor? Ivanovada o'zimni skladim bor. MCJ ochganman u yoqda, xodimlarim bor o'zimni Ivanovada. Sotuvchida nafaqat tajriba, nafaqat klientskiy baza, balkim sotuvchining muhim bo'lgan narsasi bu energiya. Shunchaki hech nima qilmasdan assortimentni ko'proq qo'yib bersa, 2 barobar suvni oshib beradi. Bu muammolarni menga aytolmaganda bular. Menga bering telefonni, men gaplashaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtirasiz? Men Timur ismim. Ismoilov, Xorazm viloyati Gullan tumanida tekstil sohasida biznes qilaman. Sohamizda 5 ta yo'nalish bor. Daladan to tayyor kiyim. Butun sikl. Butun sikl qilganmiz tekstilda. Tayyor kiyim Oxirgisi tayyor kiyim. U qo'shimcha yana chorva bor. 500 bosh. Keyin yog' moy qilganmiz. O'z brend asosida. Zo'r. Qaysi biznesni ko'ramiz? Tekstil sohasini ko'ramiz. Zo'r. Zaпрос asosiy. Zaпрос menda asosiy ob'yomni kattalashtirish. Keyingi nimamiz xodimlar masalasi. To'xtang, yo uni yo buni qilaylik. Ob'yom. Ya'ni ob'yomni oshirish. Shunaqa. Zo'r. Hozir brend nomi nima? Kiyimda Nagap. Nagap. Biz hozir kiyim ob'yomini oshirmoqchimizmi yo qaysi siklli problema? Shveykami? Bizda shveykam 100% ob'yomda. Bo'yoqni ob'yomini kattalashtirishda. Zo'r, qarang, bo'yoqni. Biz hozir mana kimdir bu biznes tushunadi, kimdir tushunmaydi, bo'lib tashlaylik bo'lmasam. Bizda hozir boshda toladan olib boshlaymiz, to'g'rimi? Paxta tolasi. Toladan. Keyin undan pryaja qilamiz. Pryajadan keyin mato qilamiz. To'quv qilamiz. To'quv, ya'ni to'quv bo'ladi. Undan keyin bo'yoq. Undan keyin tayyor mahsulot. Shveyka. Zo'r. Bizda shveykada muammo yo'q. Shveykada muammo yo'q. Pryajada, to'quvda muammo yo'q. U shveykada ham muammo bor edi. Sizga borgandan keyin to'g'risi shveykada o'sha Rossiyadan blogerlar oldirdim. Srazu reklamalar qilgandan keyin hozir уже ola olmayapman. Zo'r. Undan oldingi siklga boramiz. Pryajada muammo yo'q. Bo'ldi. To'quvda muammo yo'q. Demak, bo'yoqda muammo bor. Bo'yoqda endi bo'yoq bilan to'quv ikkalasi bitta narsa. Oldin o'zi bo'yoq sexida biza har oyiga 70 tonna bo'yab o'tirgan bo'lsam, to'qib 70 tonna bo'yab o'tiruvdim. O'zi imkoniyatimiz 450 tonnada. Ancha past ekanda, anaqadan imkoniyatda. Sizga borgandan keyin shuni 150 tonnaga chiqarganman. Hozir 150 tonna bor, 450 dan keyin. 450 dan 150 tonna bor. Zo'r, ya'ni 33% taxminan ishlayapmiz. Zo'r. 66%, 67% bosishimiz kerak. Shunaqa. Zo'r. Keling, bo'lmasa mana shuni razbor qilaylik dedik. Bo'lmasam asosiy bo'yoq hozir mana shu hozir 150 tonnaga chiqdim dedingiz. 150 tonna o'zingizni ichki shveykangizga ketadimi yoki tashqariga sotasiz? Qanchasi? Hozir bizda Ivanovada o'zimni skladim bor. MCJ ochganman u yoqda. Xodimlarim bor o'zimni Ivanovada. O'tdan ham hozir ikkita blogerlar olib nima qilsam, u yoqda Telegram bilan Instagram bloklangan, juda ham qiyin bo'lib turibdi masala. Endi nima qilishimni bilmayapman. Mana shu safardan keyin o'zim bitta borib kelmoqchiman. Ko'rib nima masala, qanaqa nima qilishni. Endi asosiy hozir mutaxassis ham oldirganman. Sifat berish bo'yicha.
ularni kelishib oldik. Komandasi bilan kelishdi. Endi hozir testoviy rejimda 15 kun bo'ldi. Zo'r. Testoviy. Qarang, 150 tonna qilyapsiz hozir. Qilyapman. Qanchasini o'zingizni Shveykaga ketyapsiz, qanchasi Ivanovaga ketyapti? 50 tonna 50 tonna qayerga? O'zingizga. o'zimga. 50 tonna o'zingiz ichgan qiz. 50 tonnadan ko'p qila olmaysiz, chunki Shveyka 100% nima qilingan. Shveykam Maksimalni 100% zo'r. shundan. Demak, 100 tonna hozir qayerga ketyapti Ivanovaga? 70 tonnasi Ivanovaga, 30 tonnasi Qayerga? yana bitta ikkinchi nimamiz bor bizning, MCJ Shveyka. U qayerda joylashgan? U boshqa tumanda O'zbekistonda. ayolım boshqaradi. Bu endi o'zingiz, u ham o'zingiz. U ham o'zim. O'zingiz. U ham Shveyka deymiz. Demak, bizda hozir 70 tonna Ivanovaga sotyapmiz. Shunaqa. Ivanovadan qanaqa qilib kim qaysi mijoz oladi Ivanovadan? Ivanovada o'zi tekstilniy shahar-ku u. Da. Bu yerda Shveykalar bor. Kelinlar shahar deyishadi. Kelin, Ha, faqat ayollar ishlaydi. Город Невест. Ha. Shunaqa. Ular Bola asosiy qilib Shveykalar ketmoqda, oladi shuni. Aha. Bu yerda Ivanovada. Zo'r. Qarang, Ivanovada o'sha yerdagi mahalliy Ivanovadagi Shveykalarga sotasiz. Shunaqa. Zo'r. Keling, o'sha razbor Endi qilamiz. bu ves Rossiya kelar ekanda. Zo'r, shunaqa. Endi mana Ivanovadagi savdo bo'limini menga gapirib bering. Savdo bo'limida nechta odam ishlaydi? Asosiy ключевой 4 tada, endi u yerda грузчик nimalar bor? Hammasi bo'lib 4 kishi ishlaydi. 4 kishi boshqaradi. Bo'ldi. Nechta sotuvchi bor? Ikkitasi sotuvchi. Ikkita sotuvchi bor. Ular ikkita sotuvchi qanaqa qilib sotadi? Ya'ni eshikni taqlatib yuradimi yo prosta telefonga javob berib o'tiradimi tushgan zaifkada? Ular asosiy telefon qilib o'tiradi. Shu ham bazasini olgan. Aha. Shular bilan gaplashib, shunaqa qilib. Lekin bittasini uning ichida o'zim topganman. O'rma Group mebel ishlab chiqaradi. Mebelning ichida ikkinchi biznesi bor, uni больницаlarga pastelni nima qiladi? Zo'r. Trikotajni. Uni ular через ular orqali sotiladi. Ha, qarang, demak sizni sotuvchilaringiz klient olib kelmayapti. O'zingiz borib sotib kelyapsiz. Shunaqa. Zo'r. Nimaga sotishmayapti? Sotishni bilishmaydimi, tajribasi yo'qmi, nima problema bo'lyapti? Nimaga sota olmayapti? Bilmayman, endi tajribasi bor. Necha yildan beri Mesni bo'ldi. O'sha yerda yuradigan bo'ldi. Mesni bo'ldi. Lekin siz aytgandek bittasi, lekin o'zimiz O'zbekistonda hozir aytib olmaydik, kattaroq brenddan olganman. Bizim O'zbekistonda lider brendlarimiz bor, bilasiz. Shulardan olganman, bitta xodimni menga o'tgan. Da. Ishlab turibdi, lekin u ham o'zini eski klientlari bilan shu o'tirib qolganda. Nechta klient bor o'tdi hozir sizdan olayotgan? Mendan boshqa ularni yana 15 tacha shunaqa klient bor. Qarang, ya'ni sizni hozir mana 70 tonnangiz taxminan 15 ta klientga sotyapsiz. Shunaqami? Demak, qarang, bizda hozir 70 tonna 15 ta klient bo'lsa, taxminan 4.5 tonna atrofida bitta klient olyapti desak bo'ladimi? To'g'ri bo'ladimi? Shunaqa. Bitta mijoz. Demak, bizga hozir maqsad qo'yishimiz kerak. Necha tonna? 300 tonnani sotishimiz kerakmi? 300 tonna. 300 tonnaga o'rtacha 5 tonnadan bo'lsak, 60 ta mijoz kerak bo'lyapti bizga. 60 ta mijoz topishimiz kerak. Mana shu 60 ta mijozni o'zi bormi? 60 ta mijoz Ivanovada? Nechta mijoz bor? Ko'p bu yerda, bozor juda ham katta. Qancha? Taxminan bozor 1000 ta bordir. Kamida 500 ta, 1000 ta bor, demak 600 ta olish realniy. Zo'r. Eng ko'p sotayotgan tkanlarni sotayotgan kim o'tdi? O'zimizda o'tdi. Ivanovani o'zida eng chempion kim? Ivanovani o'zida asosiy ishlab chiqaruvchilar to'xtagan. Bizdan Ivanovada kimdir sotyapti-yu, o'sha mingta kimdandir olyapti-yu. Nomer 1 kim? Siz eng katta konkurentingiz kim o'tdi? Ivanova shahrining ichida sizni konkurentingiz. Mato bo'yicha. Ikkita, uchtasi bor o'zimiz O'zbekistondan. Hammasi O'zbekistondanmi yoki boshqa joydan, Pokiston, Hindistondan, Xitoydan boradiganlar? Xitoydan bor, u yerda. Zo'r, kim? Xitoyliklar bor. Endi to'shni bilmayman, lekin Xitoy uni ham uradiganlar o'zimiz O'zbekistondan ham bor. Ha. Ya'ni men nimani o'ylayotganim, agar o'sha Xitoy qaysidir kompaniyasi bo'lsa, uni menejeri bo'lsa, o'zi mana sotuvchini eng zo'r B2B da sizda endi B2B sotuvchini eng zo'r qiymati nima? Klientskiy bazasi. Shunaqa. Men hozir o'ylayotgan narsam, qaysi kompaniyani, qaysi menejerini eng ko'p klientskiy bazasi bor?
Borib o'rganaman endi shu nimaga borganda. Объемli bor-ku. Объемlar bor. Zo'r. Ya'ni agar biz mana shu mantiq bilan borsak, bizda chempion kompaniyalar chiqadi. 3-4 ta eng katta ob'yem berayotgan, Ivanov sotayotgan kompaniya chiqadi. U kompaniyalarda qachondir balkim ishlab ketgan zo'r sotuvchilari bordir, недовольный bo'lib ketgan. Shunaqa. Nech pul oladi o'ttiy sotuvchilar? Zo'ri. 7000, Zo'r. 8000 Zo'r. oladi. U yerda shu sababdan qanaqadir sababga ko'ra ketdi. 10 ming berib ola olasizmi yaxshi sotuvchidan? Sizga ob'em qilib bersa, 300 tonna qilib bersa. Bo'ladi olsa. Olib bo'ladi. Misol uchun. Endi bering demayman, hozir potensial Albatta olsa o'lchab ko'ramiz. bo'ladi. Zo'r. Demak, yondashuv biz bizga 60 ta klientskiy bazasi kamida bor. Kamida 300 tonna sota bilgan potensialniy menejerlar kerak. Bittasi bo'lmasa, ikkitasi kerak 30 ta 150 tonna. Shunaqa zapros bilan odam qidirsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Harakat qilamiz. Lekin endi hozir bu yerda men ko'p so'radim, sotsiyetlar bo'yicha. Ularda sotsiyet umuman ishlamayapti. Yo'q, u mesnilari bor, yaxshi emas, bo'ldi. Yaxshi emas. Sotsiyet emas. Biz hozir tushunib olishimiz kerak, kim chempion. Mana misol uchun chempion bo'lishi mumkin qaysidir Xitoy kompaniyasi, qaysi bir balkim o'zbek kompaniyasi, qaysidir yana Pokiston kompaniyasi bo'lishi mumkin chempion. Shunaqa. Endi u chempionni konkret nomi bor. Bu nom orqali LinkedIn bor. LinkedIn menimcha Rossiyada ishlayapti hali ham. Ishlayapti. Mana misol uchun LinkedIn bor. LinkedIndan biz qidiramiz. Agar hozir bilsangiz, hozir qidirib ko'ramiz. Yo'q, hozir bilmayman. Hozir Kim chempionligini bilmaysiz. Yo'q. Telefon qilib bila olasizmi? O'sha sotuvchilarga. Kim u sotuvchingizni cho'nchagiga kim qo'lini tiqib bonuslarni olib qo'yapti? Qaysi kompaniyada? Menga bering telefonni, men gaplashaman. Timur ismi. Qaysi biznes bilan shug'ullanasiz? Tekstil sohasida. Brendingiz nomi? Gullan Global Tex. Dasturga qanaqa kutuv bilan kelgandingiz va qanday natijalarga erishdingiz? Dasturga endi biza boshida ishonmaganmiz, to'g'risi. Hozir xursandmiz. Nimasiga ishonmagansiz? Agar shunaqa ilmi kuchli bo'lsa, nimaga o'zi biznes qilmagan, nimaga bizga aql o'rgatadi degan fikr bilan nima qilganmiz? Keyin do'stlarimiz birinchi darsini ko'r deganda, bitta darsini ko'r, keyin o'zing xulosa chiqarasan degan bilan kelib ko'rdik. Xorazmdan keldik. Ancha o'zgarishlar bo'ldi. Переговорlarda o'zgarishlar bo'ldi. Narx ko'tarish bo'yicha. Ancha natija u nima desak ekan, o'sha to'lagan pulimizni 10 barobar emas, to'g'risi 100 barobar chiqarib yubordik. Agar sizga ham bunday natija qiziq bo'lsa, avgustda boshlanadigan dasturimizga yoziling, quyidagi tugmani bosing. Алло. Здравствуйте, Лилия Викторовна. Громкий qo'ying. Нормально, как вы сам? Ничего, спасибо. Вас можно поздравить с посевной. Да, да. Спасибо. А Володя то следит за вашим сторис. Смотрит постоянно, говорит, Тимур уже сажает. Я говорю, ну, пора. Да, да, да. Сейчас я хотел задать вопрос к вам. Это насчет продажи. Я сейчас с учителем сидим на громкоговорителе. Вот некоторые этот вопрос есть к вам. Можно, да? Да, давайте, конечно. Да, Лилия Викторовна, добрый день. Добрый, добрый. Да, меня зовут Алишер. Очень приятно, Алишер. Да, очень взаимно. Вопрос. Сейчас мы смотрим вопрос продаж, как увеличить продажи, и возникло несколько моментов, которые мы хотели у вас уточнить. Давайте. Кто на сегодняшний день по ткани у вас чемпион в городе Иваново? То есть какие компании? Во-первых, из каких стран, и во-вторых, если есть название компании, какие именно компании? Смотрите, есть две компании. Первая компания это называется Мадио. Мадио. Сейчас Мадио. Как они еще называются? Нет, Мадио, а здесь они называются. Нет, Мадио. Нет, Зилал это узбекский. Миртекс. А в России они называются Миртекс. Миртекс. Ага. Миртекс. Да. Это Мадио. Они раньше назывались Мадио. Это российская компания? Это российская компания. Ага. Находится она город Родники Ивановской области. Ага. Ой, Фурманов. Ага. Фурманов.
Понятно. То есть они очень крупные, они самые крупные, я правильно понял? Они самые крупные вот на Ивановском рынке. Ух ты, понятно. Самые крупные. А большой у них штат сотрудников? Очень большой. Ага. Сколько человек, например, в продажах, сколько и там, сколько это здесь например, работает? вот в офисе в Иваново, а у них несколько офисов по России. У них есть минимум офис в Иваново, в Москве, в Казани и Екатеринбурге. А зачем им столько офисов в других странах, кроме как Иваново? Это не страны, это города, Ой, регионы. в городах, да, они, именно. Ага. да, они отдаленные. Россия очень большая территориально, очень большие километры. И клиентам не всем выгодно покупать, допустим, в Иваново. Они купили в Иваново по $5, а машина у них стоит $1000. И у них транспортный расход очень сильно увеличивает стоимость самой ткани. Ух ты, смотрите, я правильно и- понимаю, что потенциальные клиенты находятся не только в Иваново, но и по всей России? Конечно. А. По всей России, конечно. Понятно, понятно. Поэтому они открывают. Москва закрывает там условно центральную часть, Иваново закрывает центральную и Уральский регион. Допустим, Уральский регион закрывает Уральский регион, и плюс там уже ближе идет к Сибири. Понял. А вот если в процентах, хотя бы по ощущениям, если нет точных данных, например, у Миртекса или вот у Декны, сколько процентов от общего объема в Иваново, сколько по остальным российским регионам? Плюс-минус. Ну, смотрите, по ощущениям. Иваново, вот, допустим, возьмем, если Миртекс. Миртекс берем, у них товарооборот в месяц очень большой. И Объем где-то есть? получается, Цифры есть? сколько они в год продают? В месяц? Ну, раньше говорили о 1000. Это только Иваново. Да нет, это вот... Нет, это только 800 тысяч это Иваново делали. А так, по-моему, 2000 тонн они продавали по России. Ага. И из них 800 тысяч это было только Иваново. То есть 50%. практически половина. Ага. Да. Все, понял. Хорошо, теперь вопрос. Знаете кого-то персонально из отдела продаж или из руководства именно в Миртексе? Ну, лично визуально я их знаю, но общаться я с ними не общаюсь. Ага. То Они есть, знают, что мы конкуренты, они не Да. подпускают. понятно. А есть у них бывший сотрудник, которые когда-то от них ушли? Когда-то работали, но ушли? Я такого не отслеживала, поэтому не могу вам сказать. Я понял. Еще такой вопрос, Лилия Викторовна. Как вы вообще то есть как у вас построен отдел продаж? То есть вам звонят или вы сами ходите, стучитесь в двери? Как Не, процесс мы происходит? сами ходим. Сейчас такого рынка уже давно нет. Ага, Раньше, еще вот где-то лет 10 тому назад, ага. Иваново славилось тем, что сюда люди приезжали на больших машинах, приезжали на разведку, на закупки. Сейчас это давно нету. Сейчас мы сами ездим, стучимся, показываем образцы. Чем сейчас мы можем привлечь клиента? Клиента это качеством и ценой. Я понял. Смотрите, вот вы назвали объемы, там 2000 тонн, там по Иваново 800-1000. А вы, вот мы сейчас с Тимураке как раз смотрели, получается в среднем плюс-минус 70 тонн, да? Я правильно цифру услышал? Да, правильно. А почему такая разница? То есть что не хватает, чтобы мы тоже смогли увеличить там до 1000 тонн? Что не хватает? Как вы думаете? Ассортимента не хватает. Ага. Понятно. Например, смотрите, у нас на складе, на хранении и в свободной продаже находится приблизительно около 100 тонн. Ага. Понятно. У Мадио минимум 500 тонн. Ага. Это остаток. У Декны минимум 1000 тонн. Ага. Понятно. То есть вам- Соответственно, любой клиент, придя к нам на склад, вот Ага. мы его пригласили, Да. он может, допустим, сразу сделать отборку со склада. У Понятно. нас такого сделать невозможно. А если я вам дам, скажем, тот объем в остатке, который вы хотите, например, не 100 тонн, а там 200, 300, 500, как вы скажете, то насколько увеличится продажи, как вы думаете? В 2 раза.
Супер. То есть вместо 70 будет примерно 140-150 тонн. Да. Еще последний вопрос, Лилия Викторовна. По поводу ваших премиальных. Вы с чего зарабатываете? То есть с объема продаж, с выполнения плана? Вот KPI у вас из чего состоит? У нас конкретно у меня и, допустим, у Владимира у нас нету никаких KPI, нет никаких. У нас сейчас минимальный оклад, который нам помогает выжить. Мы работаем ровно год. 27 апреля нам будет ровно год, как мы открыли компанию. Но пока на какие-то проценты там с прибыли или с оборота мы не вышли. Я понял. Теперь вопрос. Менеджер по продажам у нас имеет окладную часть. Это минимальная часть, которая проходит у нас официально по бухгалтерии. Я понял. И имеет процент с продаж. То есть с каждого килограмма мы оплачиваем ей 1 рубль. То есть, и она... то есть у менеджера по продажам это есть? Есть, конечно. Какой-то процент. У вас лично нет? У нас лично пока нет. А если бы... такой очень бы хотелось. Провокационный вопрос. Если бы у вас было, то это бы могло повлиять как-то на продажи? Смотрите, на нас это не могло никаким образом повлиять, потому что в России это наша компания. То есть вы владелец Мы компании? являемся собственник. владельцами этой компании, поэтому нам зачем что-то выставлять. Мы бы очень рады были, очень рады были, допустим, больше оборачивать, даже если мы зарабатываем 3 рубля с килограмма, и от оборота мы эти 3 рубля просто бы увеличили в 2 раза. Я понял. Соответственно, и наша бы прибыль увеличилась у менеджеров, соответственно. Понял. А у менеджера по продажам там идет просто с каждой тонны процент или... С каждого килограмма. С каждого килограмма какая-то фиксированная сумма, правильно? Да. Все, понял, услышал. Рублевая, не процент, а рубль. Я понял. Все, огромное спасибо, Лилия Викторовна. Спасибо большое. Очень помогли. Пожалуйста, Спасибо. давайте. Xo'p, mana hozir o'tdagi vakilingiz aytyaptilar, assortimentni shunchaki hech nima qilmasdan assortimentni ko'proq qo'yib bersa, 2 barobar so'mdan oshib beraman deyapti. To'g'ri, bu yerda hozir bunaqa bo'lgan. Hozir endi men 2-3 marta borganman. Asosiy sizga qatnab yurganimdan keyin 3-4 ta SEO'm chopdim deyman. Ular gaplashib, ular qilganda bu narsani hozir bu muammolarni menga ayta olmaganda bular. Shunaqa Shunaqa bo'lyapti. Ana umuman bir-birlar bilan gaplashmagan bo'lib. Shunaqa. Ular hozir o'zi yaqinda chopganman ularni. Shundan keyin muammolar o'zim boraman dedim. Men safar chiqdi-ku. Keyin gaplashamiz dedim. Tushundim. Bugunga bilet olgansiz. Shunaqa. Assalomu alaykum. O'tgan dasturimizda 3 kun oldin, o'qishimizdan 3 kun oldin sold out bo'ldi. Umuman joylarimiz qolmadi. Bu dasturda o'qish boshlanguncha 25 kun oldin sold out bo'ldi va keyingi dasturlarda ham oxirigacha cho'zib yurgan tadbirkorlar mana hozir pul to'lasa ham joylashtira olmaymiz, chunki jismonan joy qolmagan. Va keyingi dasturimizda, ya'ni avgust oyida boshlangan dasturimizda hozir sotuv boshlaganmiz, hozir joylarni egallash imkoniyatingiz bor. Keyin degan tadbirkor yana joysiz qolib ketishi mumkin. Avgustda boshlangan dasturimizda o'qimoqchi bo'lganlar quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Tushundim. Qarang-da, mana bu yerda masala men o'ylayapmanki, narxda baribir lekin shuncha yo'q, narxga men aralasha olmayman, chunki men tannarxiz bilmayman, nimaga unaqa ajrimaniya qilishga to'g'ri keladi. Ajrimaniya qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Men lekin bu yerda ikkita narsa ko'ryapman. Birinchisi motivatsiyada muammo ko'ryapman. Hozir endi birinchisi assortiment deylik. Mana assortimentda muammo, o'zlari aytyapti. Qo'yib ber, sotaman deyapti. Qiyin emas-ku qo'yib berish. Qiyin emas. Bo'ldi. Qo'shimcha yana 200 tonni prosta tashlab qo'ying, sotiladigan narsa-yu. Padarka qilmayapsiz, tez sotiladi. Bu tez hal bo'ladigan narsa. Mana biz 70 tonningiz 150 tonnaga oshirdik. Yana 150 tonna qolyapti. Yo'q, 300 tonna bor edi. Ha, yo'q, 300 tonna общий. 300 ni 150 gini ketdi-da. Yana 150 qoldi. Mayli, yana 150-200 yana topishimiz kerak. Endi 150-200 ga men hozir ko'rayotgan narsam savdo bo'limida muammo ko'ryapman. Ya'ni birinchidan выживаем deyapti, ya'ni mazaq ishlayotgandek tuyulmayapti. Shunaqa. Demak, выживаем degani boshqa ish bilan shug'ullanayotgan bo'lishi ehtimoli katta. Fokusi qanaqadir boshqa daromad manbai bo'lishi mumkin, chuqurlashib chiqib keladi. Chunki
Ana wow deb gaplashganini ko'rmadim-da. Ana yorvorish kerak, boshqa qilish kerak deb ana bilmadim bir shunchaki paka ishlayotgandek tuyuldi. Tim bo'lib 1 yildan beri ishlayapmiz deyapti. Demak, u uzoq yillik partnyoringiz emas. Yaqin orada nimadir qilmasangiz ketib qolish ehtimoli bor deb his qildim o'zim uchun. Balkim boshqachadir. Ikkinchisi, menejerda har bir tonnadan rubl, ya'ni fiksirованный pul olishni ham noto'g'ri deb bilaman. Chunki hozir 70 tonna sotsa ham har bir tonnadan misol uchun 100 so'm olyapti. 200 so'm tonna sotsa ham har bir tonnadan 100 so'm olyapti, yaxshi emasmi? Ya'ni bu yerda men ko'rib chiqardim. Ya'ni plan qo'yardim. Mana 300 tonna sotgan 200 so'm tonnadan. 150 tonna sotsa 150 so'm ol. Hozirgacha sotsam ana o'sha 100 so'mni ol desa, intilishni boshlash ehtimoli paydo bo'ladi. Chunki sotuvchida nafaqat tajriba, nafaqat klientskiy baza, balkim sotuvchining muhim bo'lgan narsasi bu energiya. Xohish. Ishlashni bilishi ham mumkin, lekin xohishi bo'lmasa, intilishi bo'lmasa, bu ham masala bo'lishi mumkin. Men hozir mana ko'rayotgan potensiyalni o'sish nuqtasi hozir mana shu ikkita narsa deb ko'ryapman. Assortiment bilan KPI'larni to'g'irlash. Juda ko'p yana o'sish nuqtalari bo'lsa kerak, agar borib gaplashishni boshlasangiz. Dardini aytishni boshlaydi. Balkim qayerdadir narxda gaplashiladigan bo'lsa, narxi shunchaki 509 dan 5,5 ga tushirmanda, 300 tonna olsang 5,5 ga tushiraman desangiz, balkim sizga baribir выгодный bo'ladi. Tan narx nuqtai nazaridan, chunki hozir оборудование oxiriga ishlamayapti. 33% загрузка оборудование. Оборудование 300% загрузка qilsangiz, tan narxingiz ham tushadi yaxshigina. Shu baribir shu o'sha elektr energiya, o'sha gaz, ishchilarga o'sha oylik. Lekin anaqa o'sha oylik emasda ishchilarga. To'g'ri aytyapsiz, o'sha oylik. Kuniga shu pulni olib turibdi-ku. Tonna bay tushib ketadi-da. Shu tan narxi. Tan narx tushib boradi. Demak, bu degani siz ob'yom oshishi hisobiga ham narx tushira oladigan potensialingiz bor ekan. Endi uni hisob-kitob qilish bor shunaqa. Har bitta tonnada o'zi narx tushadi o'zi. Shunaqa. Объемni полный мощностьda ko'tarish kerak-da uni. Shunaqa. И yana boyaga bizada bitta narxda konkurensiya qila olmaganimiz, ustoz, bizada bitta narsa bordi. Ularda boya aynalib o'tish bor. Birinchi, eng glavnisi. Lekin bizada bilasiz, Xorazmda suv qattiq-ku. Suvni filtrlashga juda ham ko'p rasxod qilaman. Har oyga o'rtacha 60-70 ming dollar chiqib ketadi-da menga. Suvni o'zini filtrlab berishimga. Faqat ob'yom hisobiga tushira olasiz tan narxi. Shunaqa bo'ladi. Shunaqa. Shunday. Shu nima oldi suhbatdan? O'sha boyagi siz bergan savollaringiz bo'yicha o'zim ham borib, mana safardan keyin Moskvaga borib keladigan rejam bor edi. O'shani borib hozir o'sha masalani siz aytgandek qilib yechaman. Maksimal ob'yom acha 400 tonnaga chiqarib kelishib kelaman deb o'zi bilan endi ular. Shunaqa. O'sha har bitta tonnasiga misol uchun 1 so'm bo'ladigan bo'lsa, oshgan sayin o'sha narxni ham ko'tarib boramiz-da, tonna ob'yomiga qarab. Birinchidan, narx oshgan sari siz KPI'ni oshirib bera olasiz. Ikkinchidan, narx oshgan sari tannarxi tushadi-yu, siz oxirgi klientga mijozga уже 509 emas, 507, 508, 505 ga tushirish imkoniyati paydo bo'lishi bor. Shunaqa. Ularni hozir o'zini ham hozir bizning klassik ijaralarimiz ham ular pul fiksirованный. Shunaqa. Lekin bitta plyusi bor ularni, hozir men ob'yomni ko'tarsam, yana bizning O'zbekistonda yangi qaror chiqdi yaqinda. Davlat to'lab beradi ijarasini. Mashallah. Omborni. O'sha ob'yomni. Ajoyib. U ham o'ziga qoladi-da, ularni ob'yomni ko'tarsam men agar. Mana. Zo'r. Shunaqa. Prosta ishlashni boshlash kerak ekan. Shu o'zi to'g'risi hamda sizga mana qatnashni boshlagandan keyin juda ham o'zgarishlar katta, o'zi hamma xursand. Ishchilarning ham настроенияsi zo'r. Ishlamaydiganni sirasi chiqarib tashladim. Shunaqa. Qiynash kerak emas ularni, bilaman. Kerak emas. U qiynay ham bilan ham ishlamas ekanda ular. Ko'rdim. Shunaqa. Shu. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, fikrlarni eshitamiz keyin. Давайте. Qanaqa fikrlar? Fikrlar hozir klient so'radi-yu, assortimenting kam deyapti. O'shanga yarasha ham assortiment, keyin qanaqadir mahsulotda ham talablar bo'ladi-da bu yerda. O'shanga tayyormisiz korxonangiz? Hamma assortiment yetkazib bera olyapti. Bozorlar boshqa ko'p-ku. Rossiyada ham bozor bitta Ivanova emas, Ivanova hozir Ivanova ham bor, boshqa bozorlar ham ko'p-da, agar chiqaman desangiz. Shularga ham chiqsa bo'lsa kerak. Yana fikrlar. Bering, bu yoqqa. Bor yana.
yo Ivanovada fokus qilavering. Chunki 50% Ivanova deyapti, bu degani 10% bo'tdi, 5% bo'tdi, 5% bo'tdi. Bu obyomlar ko'tarmaydi. Ortadagi Ivanova baribir. Shunaqa. Siz obyomingiz 1000 tonna, 2000 tonnalar borib yotibdi. shunaqa, siz obyomingiz yetadi Ivanovaga. Hamkorlar bilan yaqindan tanishish kerak ekan deb bildim. Aha. Hozir bular misollarda mana bitta odam bilan gaplashganda o'zi Ancha narsa chiqib keldi. Ancha narsa chiqib keldi. Balkim yana nechtadir hamkorlari bor. Ular bilan ham yaqinda suhbat qurib bitta kofe ichish kerak deb Shunaqa. o'yladim. Shunaqa. Rahmat. Yana Temur aka, materialni zakazga sotasizmi endi? Zakaz qilib olib berasizmi yoki bo'lmasa shu do'kon skladiga qo'yib qo'yib, keyin U yoqdagi o'zimiz nimalar zakaz beradik. Nimadan qancha? faqat zakaz bilan, ha? Zakaz bilan. ha. Ha. Chunki Shvenniy o'z boshimcha fabrikalarga sotasiz. shunaqa. shunaqa. Nechta shvenniy fabrika borligi ma'lumot yo'q. Yetdi-yu, mingtadagi. 1000 ta dedik-ku. Nima sababdan ichki bozorga sotmayapsiz? Endi eksport yaxshi. Talab bor menda eksportga. Tayyor Hozir kiyimga. Qanchadir zavoddan past ishlayapti deyapsiz, to'g'rimi? Yo'q, u bo'yoq masalasi. Bo'yoq masalasi bo'yicha aytyapman. Bo'yoq masalasi. Bo'yoq masalasi bo'yicha. Ichki bozorga sotaman. Men 80 tonna olaman, menga vodiyda misol uchun deyarli yetkazib beradigan odam, sifatli qilib zo'r qilib yetkazib beradigan odam topolmayapti. Nechtani? Ana 300 tonna, 80 tonnasi bor ekan. Yoningizda ekanlar o'zi. Gaplashamiz bo'ldi. Anaqa bitta xonaga joylashtiramiz-a? Yo, misol Yo'q, bo'ldi. Menda ko'p shvenkalar bor, mayda sexlar bor. Nasiyaga so'raymiz ishqilib? Yo'q, men oldindan tashlab beraman. Ay, mashalloh, ana. Ana. 5 endi yuz vodiyda mana Narxini vodiyning narxi bilan nima qilamiz? Nech pulni olasiz? Yeting shuni ham to'xtang, sirazu kelishinglar. O'rta bo'yoqlarni qanchadan olasiz? Endi uni aka har xil bo'yoq bo'ladi. Ayturing. Endi hozir 5 To'q ranglarni qanchadan olasiz? 5,5 dan olasizmi? 5,5 dan bersalar olasizmi? Ha, olaman. Eksportga 5,5 plus endingiz, ha? Ha, plus endingiz qilib olaman aka. Bo'ldi. ana 80 tonna bor. 70 tonna kamida. Misol deyapman, shunaqa. Yo'q, bo'ldi. Bo'ldi, agar siz 80 tonna zapis olsangiz, bor degani, shartnoma bor degani. 50 tonna, 30 tonna, 80 tonna ishlayapti. Bo'ldi. Qilsa bo'ladi aka. Zo'r. Faqat endi sifat, endi misol yina ketib qoladi, boshqa bo'ladi. Yo'q, sifatda muammo yo'q. Ustuzdagi futbolkada sifat. Yo'q, to'g'ri. Endi misol uchun bitta partiya отказ bo'lib qolsa, qanchadir kech qolinadi-da, o'z bilasiz. Yo'q, sifatda muammo yo'q. Bo'ldi. Zo'r. Rahmat. Assalomu alaykum avvalambor. Bularni gaplari bo'yicha, mana opamiz bergan keyslari bo'yicha o'sha aytdingiz-ku, KPI qo'yilmagani noto'g'ri narsa deb. O'sha sotsa sotmasa, 100 ta sotsa ham, 200 sotsa ham birov urgandan keyin o'sha sotuvchini miyasida ishlasa ishlamasa baribir birim bor degan narsa bo'lyapti-da. Zo'r. O'sha hozir men o'zimga ham olgan keysim KPI qo'yish kerak ekan baribir. Qanchadir darajagacha bu ko'proq sotsang ma'lum. Yetganlardek o'zimiz mana ichki bozorda ham ancha-muncha klientingiz bor menimcha. Chunki mana kecha eshitdik-ku, sifatini ko'rib o'zimiz kiyyapmiz. Haqiqatan materiali ham juda yaxshi. Necha marta mana dengizga ham tushib ko'rdik, yuvib ham To'g'ri, lekin u yerda bitta minusimiz bor-da, baribir. O'zimiz boya birinchi darslarga kelib yurgan paytimiz qo'limizni boylamaganmiz-da, hamma narsa o'zim bo'lganda. Hozir baribir endi anglab yetdikki, komandani ham o'qitish kerak baribir. Muomala madaniyati u yerda ko'p narsani o'rgatish. Opa ham hozir aytdilar, muomalangiz yo'q deb. Siz baribir tepadasiz, SMMda nima bo'layotganini bilmaysiz-da baribir. Bilmaymiz, to'g'ri gap. O'sha ozgina ustoz aytganlaridek baribir hamma nishani bitta chuqurlashib bitta bilib chiqib keyin anaqa qilgan yaxshi ekan. O'zimga ham olgan kesim shu bo'ldi hozir. Suhbat. Hammaga rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar. Xavfsiz. Elektrichki stulga odamga.